Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Amudaryoning videosini so'radinglar. Suv tugadi deganlar uchun videoni girgandan, ko'rgandan layklar bilan qo'llab-quvvatlabanglar. Amudaryoda suv ko'paysin deganlar bir layk bosinglar, shuni ko'rsinlar. Suv tugadi deganlar ko'rsinlar shu videoni. Ina suv to'lib toshib turibdi. Xudo xohlasa undan ham ko'paygi. Yaxshi niyatdamiz, ko'payaversin. Biron tarafi Amudaryo hozirgi toza videomiz, oxirgi videolar do'stlar. Kesasan ham yozib qo'yaman. Vallah mo'yib ketibdi suv, oqib turibdi suvlar. Loyli suv. Amudaryoda suv tugadi deganlar ko'rsin bu videoni. Yana bir anda mo'yib kelyapti, vallahi dam olyapti maishatda. Amudaryo videosini ko'p so'raysizlar. Like bilan qo'llab-quvvatlab beramiz. Bitta like. Xohlasanlar yana ish kemaladi. Dam olsa chiqsanglar bo'ladi yana gapdir. Xonqa ko'pirdamiz bo'lsa, dam tarafimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, bu tarafini o'tsak Xorazm viloyati Xonqa tumanini o'tamiz. Shuni ko'pir bu. Yana Amudaryo. Ko'p ahvolda so'ravading Amudaryoning videosini. Suvimiz to'xtamasin, suv hech qachon. Niyatdamiz. Amudaryoning so'raganda ko'p odam beri kelib ko'rmagan, kelib bilmaydi. Shuning uchun bir video like bilan qo'llab-quvvatlab berasizlar. Amudaryo videosini so'raganda. Ama beslinden bahar eser ceyhun şemalleri. Ömür kısa menzil uzak, yıllar bizden yeter kısa menzil uzak, yıllar bizden yeter Mengü koşuk kebi gülüp yeser ceyhun şemalleri. Mengü koşuk kebi gülüp yeser ceyhun şemalleri. El mehri sönmez yüzünde